Massajni kreslo xarid qilishlardan oldin bilib olishlik kerak bo'lgan 3 ta sir yoki massajni kreslo xarid qilayotganda eng katta qilinadigan 3 ta top xatolarni men sizlarga ochiqchasiga aytib bermoqchiman. Birinchi o'rinda massajni kreslo xarid qilayotganda ko'pchilik uni gabaritiga, chiroyiga qarashadi, lekin uni ishlash ovoziga ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Do'konda, showroomda yoki bozorda bo'lgan paytingizda massajni kreslo o'tirib massaj olayotgan paytingizda yoki ishlayotgan paytda tashqi muhitdagi ovozlar bilan uni o'zini ishlashini ovozini bilib ola olmaysizlar. Unda motor ovozi baland bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir yoqimsiz ovozda chiqib ishlashi mumkin. Shu narsani siz uyingizga olib borganingizdan keyin tinch holatda tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, bozordagi yoki do'kondagi paytdan uyingizga olib borgan payt katta farqli ravishda bo'lib qolishi mumkin. Ovoz sizga yoqmasligi mumkin. Chunki massaj kresloda ham dam oladi, tinch holatda bo'lishini xohlaydi. Lekin agar shovqin bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir yoqimsiz ovoz chiqadigan bo'lsa, siz bu narsadan zavq ola olmaysiz. Shuning uchun birinchi tavsiyamiz shovqin kamroq joyda, tinch joyda bitta ishlatib tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari, massaj kresloning orqa qismiga, motorning ustiga, ya'ni krishkasining ustiga 50-60 Hz da, ya'ni 50-60 tebranch ishlaydi deb berilgan bo'ladi. 50-60 tebranchdan baland ishlaydigan bo'lsa, motor shovqini ham baland ishlaydigan bo'ladi. 50-60 Hz yoki undan past bo'ladigan bo'lsa, odamga deyarli eshitilmagan darajada motor ovozi ishlashini bildiradigan bo'ladi. Endi keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, massaj kreslodagi ularning ichidagi mexanizmi. Massaj kresloning ichidagi mexanizmi ko'pchilik farqiga bormaydi. Geliviy, ya'ni oddiy plastikli bo'ladi va silikonli bo'ladi. Oddiy plastikli rolikka ega bo'lgan massaj kresloda massaj oladigan bo'lsangiz, rolik qanaqadir botadi, sizga yoqimsiz his beradi. Siz uni bitada bilasiz, massaj olgan paytingiz qanaqadir kuranglarni bo'yin ustidan ortib o'tib ketib qoladi. Silikonli bo'ladigan bo'lsa, massaj olayotgan paytingizda xuddi qo'l qilgandek yumshoq qiladi, badanlaringizga, boshqa qismlaringizga yoqadi massaj. Shu narsasiga ham ko'proq ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Endi keyingi qismi interyerni aytdik, sho'ng'isiz ishlashini aytdik, bundan tashqari mana bu roliklarni aytdik. Uchinchi qismi garantiyasi. Garantiyasi bir xil 3 yilgacha, 5 yilgacha garantiya aytishyapti, lekin siz aynan mana shu narsaga aldanib qolmang. Sababi garantiya yoziladigan bo'lsa, og'zaki emas, maxsus kartada yoki maxsus shartnoma qog'ozda bo'ladi. Bundan tashqari garantiyani yaxshi o'qisangiz, korpusiga yoki qaysidir qism podoshkalarga berilgan bo'lishi mumkin, lekin uning ichidagi platasiga, motoriga, ishlash mexanizmiga garantiya berilmaydi. Shu narsaga aldanib qolmang. Siz ham aldanib qolmasdan, ishonchli brenddan sifatli massaj kreslo xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Relaso har doim xizmatingizda bo'ladi. Bemalol showroom kelib, test drive qilib, o'zingiz foydalanib ko'rib, istalganingizcha o'tib, bemalol massajni sifatini ko'rib olib, xarid qilsanglar bo'ladi. Relaso har doim yaxshi kuningizda xizmatingizda bo'ladi.